O'shaning uchun 2-3 hol olasiz. Ya'ni 6 oy mobaynida tashladingizmi? Bir marta bo'lsa ham, 2 marta bo'lsa ham, 3 marta bo'lsa ham. Uzog'i bilan sanasam o'zi 4 marta desayman men. O'zim qo'shilganimda o'sha suvlarni tashlagan deyishdi. Endi o'zi sizni taxminingiz bo'yicha bilan o'zlaringiz. Taxminim men ko'rganim bo'yicha bu kam. To'y siz aloqa paytida tashlashni xohlab olasiz, u son emas. Ya'ni siz kuniga bir marta bo'lsa ham men tashiydi olasiz, to'g'rimi? Shunaqa. Eshitdingizmi? Shunaqa. Men tasholmayapman. O'shaning uchun siz ikkinchi, uchinchi aloqani xohlab olasiz. Chunki siz o'zingiz tashlagingiz kelyapti. Qanaqa? Men shuni xohlayapman. To'yingiz bu yerda maqsad ikkinchi, uchinchi aloqa emas, men tushunishim bo'yicha. Bitta bo'lsa ham, lekin men tashiydi oladi. Orgazm bo'lsin deyapti. Sifatli bo'lsin, bir marta bo'lsin, sifatli bo'lsin. Hammada ham birinchisi xudoga bo'lmaydi, uzoq bo'lmaydi. Jinsiy aloqa vaqtida 30 ta pikseldan ko'p bo'lishi kerak deydi. Sredniy 2 minutdan tepaga qarab yuriladi. Tekshiruv natijasi shuni ko'rsatadiki, o'rtacha jinsiy aloqa vaqti 5 minut, 3 minut, 5 minut atrofida bo'ladi. Ha. Endi keyin bitta moment siz e'tiborga olishingiz kerak bo'ladi, ya'ni ular yonlarni olish emas, refraktorniy period degan narsa bor. Ya'ni refraktorniy period bu organizmni jinsiy aloqa qilishni vaskularlanishi, ya'ni orgazm paytida erkak kishida maxsus o'zining gormonlari bor, maxsus anaqa ishlab chiqariladi. O'sha ishlab chiqarilgandan keyin xoh so'nib boradi. Dopamin retseptorlar bloklanadi, prolaktin ko'p miqdorda ishlab chiqariladi, oksidasiya ko'p miqdorda ishlab chiqariladi. Vaholanki o'sha bo'ladi, tashlab bo'ldilar bo'ldi. Yo'q, bu hamma erkak kishida bo'ladigan narsa. Aloqa qilgandan keyin agar rahmat bersangiz ko'p erkak bo'ldi, yo'q, o'g'ilib yotib oladi ko'pchiligi. Mayli, shunaqa bo'lsa. Yo'q, men sizga mexanizm tushuntirib beraman. O'sha refraktorniy period, ya'ni o'sha period восстановления hammada har xil bo'ladi. O'rtacha refraktorniy period 1 soat va undan yuqori bo'ladi. Bu hammada har xil. Agar bu 18-20 yoshli bo'lganda, misol uchun 15-20 minutdan keyin davay ketgan bo'ladi. Buni yoshi 37 da. Tushunasizmi? Men buni yonma olayotganim yo'q. 37 yoshda odam. Yo'q, eshiting. Men bularga hozir maslahatimni beraman, nima qilish kerakki, sizda to'liq ko'nglingiz to'q bo'lishi uchun, hali mazza qilib yashash uchun nima qilish kerak, men tushuntirib beraman xo'jayingizga. Hali siz aytib o'tdingizki, kirganda bu tayyor bo'lib kirish kerak. To'g'ri, har bir ayol shifolaydiki, xo'jayini ko'rganda ko'zi chaqnab, ana oluvda yonib, yoniga kirib ketish. To'g'ri, shunaqa bo'lish kerak. Lekin ishini ham hisobga olaylik. Ko'rish kerak. Yosh-ku. Yosh, men buni ishni aytyapman. Men hali gapimni eshitmadingiz-da. Sport bilan shug'ullanish kerak deb aytyapman. Yo'qsin to'g'rilash kerak deb aytyapman. Nimaga? Hozir sport bilan shug'ullansa, bu ikkinchisini ham, uchinchisini ham, to'rtinchisini ham bemalol qila oladi, tushunasizmi? Majburlash kerak, haftasida 3-4 kun sportga bag'ishlash kerak. Nima uchun? O'zini og'zida aytayapti, 10 minutdan keyin yuragim hansirab qoladi, nafas yetishmay qoladi, mazam qochib yotib olaman deydi. Buning ishi sидячий образ жизни. Agar sport bilan